Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz, hurmatli bosh prokuratura, hurmatli ichki ishlar vazirlari. Men Navoiy viloyat Navbahor tuman Qalqonota mahallasida yashovchi 2-guruh nogironi Yolg'izona Qurbonova Yulduzman. Men 2024-yil 11-mart kuni Rahimov Umid, Rudunov Elbek, Ro'ziyev Feruz tomonidan Gentra Spark avtomashinasini sotib oldim. Gentra avtomashinasiga 32.500.000 pul to'ladim. Xola o'g'lisi nomiga avtokredit qilib beraman deb Rahimov Umid aytib, o'zini xotinini Ochilova va Oydinni nomiga avtokredit qilib beribdi. To'labing xolajon o'tkazib beraman dedi. Bosh to'lovini 32,5 million to'ladik, lekin mana Kapital bankdan 14.665.000 Kapital bankka o'tkazgan ekan. Qolgan pulini uchalasi o'zlari bo'lib olgan. Mana Gentra avtomashinasini ana bu tilxatlari. Mana bu tilxatlari. 1 yil 13 oy mobaynida Gentra avtomashinasiga pul to'ladim. Jami 2 mashinaga 100 milliondan ziyod pul to'ladim. Mashinalarda pulimni olib, mashinalarni uyimga keltirib qo'ydi. Keltirib qo'ygandan keyin hech qaydan qarzim yo'q, yo boshqa narsam yo'q. Navbahor tuman ichki ishlar boshlig'i tomonidan Qurbonov Bahrom boshchiligida meni uyimga ish nazori Muhriddinni va o'ziga tegishli bo'lgan xodimlarni yuborib, ekskavator bilan va mahalla raisi, Navbahor tuman Qalqonota mahalla raisi Turopov Baxtiyor boshchiligida meni uyimga ekskavator bilan kelib, hech qanday menga sud qarori tanishtirgani yo'q, yo boshqa hujjat ko'rsatgani yo'q. Hammasi uyimga bostirib kirdi. Meni nogiron holimga ko'chaga chiqarib tashladi. Ko'chaga chiqarib tashlagandan keyin ish nazori Muhriddin, Turopov Baxtiyor, Jamshid deganlar va qo'riqlash xodimlari ekskavator bilan darvozalarimni tortdi. Tortmanglar, uyim bo'linib ketadi, uyim yorilib ketyapti deganimga qaramadi. 3 xona uylarim polni hammasi yorilib ketgan. Mana bu uylarimni men sizlarga ko'rsataman. Mana uylarim mana yorilib ketganlarim. Ana bu darvozaxonamni mana bu holatga kavlab, mana darvozalarimni buzib sindirib olgan, bu holatda tashlagan. Mana uylarim devorlari betonigacha yorilib ketgan uylarim. Mana darvozalarimni sindirib olib tashlaganlari, bu agaratlarim hamma ariqlarimgacha ko'mib tashladi. Agaratlarimga suv kirayotgan ariqlarigacha. Mana uylarimni devorlari, mana darvozaxonamni oldida hamma joyi yorilib ketdi. Ichki ishlar xodimi bilan Baxtiyor rais Turopov Baxtiyor qildi. Mahalla rais mana uylarimni ekskavator bilan buzib surib tashlagan mana. Hech qaydan meni bir so'm qarzim yo'q. Mana devoridan, uyimda devorlari. Mana betonigacha mana yorilib ketgan. Qarzim yo'q hech qaydan, lekin ichki ishlar xodimlari uyimga kelib 12 xalta sementimni, bitta Spark avtomashinasini va 2 echki, bitta qo'yimni, uyimdagi 9 metr qolin gilamimni olib ketdi. Men yuqoriga yordam so'rab chiqsam, nima uchun sen yuqori tashkilotlarga chiqyapsan deb meni vahshiylarcha ichki ishlar xodimlari etib meni urib, menga og'ir tan jarohati yetkazgan. Hozirgi kunda jigarim shishib ketgan, o'tlarim qiyshayib ketgan, talog'im shishib ketgan va yuragim kengayib ketgan. Juda og'ir ahvolda men больницаga yotib chiqdim. Bu ham yetmaganday mana ekspertiza, ichki ishlar organligi ekspertiza qarorlari mana. Ekspertiza qarorlari, ichki ishlar organligi hech qanday sababsiz meni etib vahshiylarcha uryapti. Mana ekspertiza qarorlari mana. Va ana bular meni 28 yil bo'lgan ajrashganimga ajrim yoqasidagi turgan oila deb mana internetgacha chiqardi. Meni nima gunohim bor edi? Faqat etyapti, uryapti. Qo'limga hattoki simlar tutdi, etib urib.
nima emish hech kimga aytma, hech qayerga borma, hech narsa demaysan hech kimga deb. Men mana telefonlarimni mana qo'limga mana simlar tiqqan, mana qo'limga simlar tiqqan, ko'karib ketgan, mana qo'limga sim tiqib telefonlarimni olib zaps qildim, gaplarni hammasini mana o'chirib tashlagan, urgan so'kkan hammasini men zaps qilganman. Ichki ishlar xodimlarini Maqsud Ismoilov Yusuf boshchiligida meni vahshiylarcha etib bular urdi. Hech qaydan bir so'm qarzim yo'q, lekin 3 milliondan 4 milliondan ziyod meni nogironlik grupalarimdan hattoki ushlab qolyapti-da pul. Mana birinchi to'latgani mana 1,150,000 to'latyapti. Mana bu to'latgan summalari mana hammasini kvitantsiyalari bor. Lekin endi buni prokuratura ham buni tekshirmaydi. Hech qanday tekshira olmaydi. Nima deganda prokuratura boshchiligida kelib uylarimni buzyapti. Hech qanday qarzim yo'q. Nahotki sud qarori hech qayerda yo'q, ijrochilar o'zicha qaror tuzib kelib, meni uyimni buzishni boshlasa. Hech qaydan bir sud qarori yo'q. Ichki ishlar xodimlari juda ko'p ta'sir o'tkazdi. Lekin aytgan gaplarni ham men zapislari bilan tashlab yuboraman. Hattoki Navbahor tuman ichki ishlariga aytib, meni o'ldirishigacha aytdi. Uyimda ikkita echki, bitta qo'yimni men temir baklashga sotib oldim. To'g'ri, o'zim ham suyak siliman, ham onkologga bilan hamma joyim olib tashlagan, ham yurak astmasiman, ahvolim og'ir. Ikkita bolamni 28 yildan beri yolg'iz katta qildim. Men ham temir sotib, baklashga sotib, bir kunlik barrachalarni, bir kunlik uloqchalarni oluvdim. Men ichki ishlar xodimlari mahalla raisi olib ketsin deb boqmavdim. Men ham ikkita bolam bor. Xudo biladi, ikkovini to'yini ko'ramanmi yo'qmi? Sog'ligim bo'lmayapti. Ichki ishlar urgandan keyin juda ahvolim og'irlashib qolyapti. Faqat itadi, uradi. Mashina pulini so'rama deb itadi, uradi, mashina pulini so'rama deb. Men ham davlatdan 100 million kredit olib bu mashinalarni sotib olganman. Faqatgina ichki ishlar xodimi Ishnazari Muhriddin shu uyimni ekskavator bilan olib kelib buzdirgan, quruq shuni ishdan olib o'tiribdi. Buni ham ishdan olib Navoiy viloyat bo'yicha olib tashladik deb boshqa joyga ishga o'tkazib qo'ygan. Iltimos, qolgan xodimlarga ham qonuniy og'irroq chora ko'rishda yordam berishlarini so'rayman. Mana Mogobank menga to'latgan 8 million puli bu. Mogobank o'tkir ferisni pulini to'lasa, Spike'ni beraman deb mana menga to'latgan bu pullarni mana. Men to'laganman, lekin bu pullarni to'ladi. Bu uylarimgacha buzib olib ketdi. Hamma narsamni olib ketdi mashinaga qo'shib. Sizlardan yordam so'rab qoluvchi Navoiy viloyat Navbahor tuman Qalqonota mahallasida yashovchi 2-guruh nogironi Yolg'izona Qurbonova Yulduzman. Iltimos, hurmatli prezidentim, bu ichki ishlar xodimlariga qonuniy og'irroq chora ko'rishlarini so'rayman. Toshkentgacha bordim, hamma joyga bordim. Nima uchun bu xolani urding desa, prezidentning yo'liga yugurib chiqdi deydi. Hurmatli prezidentim, o'zim sog'ligim yo'q. Qo'pol bo'lsa ham dalaga chiqolmayman. Siz ildizga yugurib chiqqan bo'lsam, ayting tarmoqda. Men yordam so'rayman faqat sizdan. Men prosta mana pullarimni bersin, sug'urib ketsin mashina dedim bularga. Men hech narsa qilganim yo'q. Men nafasim qisib, og'irlashib stolda o'tirgan joyimda meni yetib uryapti. Prokuraturadan yordam so'rab bordim. Hech qaysi navbatga olmaydi. Naborat ta'sir o'tkazadi hammasi. Navbahor tuman prokuraturasi tergovchisi Mirshohid 2 kilo mendan yong'oq oldi. Ishingizni hal qilib beraman deb 2 kilo yong'oq oldida hech qanday jinoyat alomati yo'q deb beryapti. Qanday ichki ishlar xodimlari uradi-yu meni yetib vahshiylarcha Barkamol avlod maktabda oldida meni sudara mashinaga bosib majburlab yetib meni uryapti-da.
Qissamda 450 ming pulim bor edi. Ulargacha olib qo'ydi. Flutomax dorilarim bor edi. Bulargacha olib qo'ydi. Astmatik dorim bor edi. Hamma koja nimalarni yirtib tashladi umuman. Mana bu koja kostyumim, mana ustimda edi o'sha paytda. Qarang, mana kistilarni yirtib, hamma joyimni yirtib tashlagan mana. Mana hamma joyimni yirtib rasvo qilib tashladi. Ismoilov Yusuf bilan Maqsud boshchiligida meni vahshiylarcha 5 kishi urdi va 30 ga yaqin odam hech qanday sud qarorisiz, hech qaydan 1 so'm qarzim yo'q, hech narsa so'rab ko'rsatgan yo'q, dasha order olib kelgan yo'q, lekin uylarimni buzib talon-taloj qildi. Navbahor tuman prokuraturasi bosh bo'ldi. Navoiy viloyat prokuraturasi yopyapti. Ichki ishlari bilan Navoiy viloyat prokuraturasi yopyapti. Hurmatli prezidentim, biz nogironlarni qo'llaysiz-ku, shuncha qo'llab kelyapsiz-ku, hurmatli prezidentim, iltimos qilaman, bu xodimlaringizga qonuniy og'irroq chora ko'rishlarini so'rayman. Chiqmagan joyim qamadi, hamma joyga bordim. To'g'ri, ichki ishlar xodimlari meni o'ldirishigacha aytgan. Zapislarini ham tashlayman. Mayli, tarmoqqa chiqarsa o'ldirsa o'ldirib yuborsin, yo'qotgan narsam yo'q. Mayli o'ldirsin, gunohim bo'lsa o'ldirsin, mayli. Hech narsadan qaytmaykan bu ichki ishlar xodimlar. Nahotki bir odam, bitta fuqaro, bitta tovuq o'g'irlasa, ita solib qamaydi, uradi. Nahotki butun ichki ishlar xodimi prokuratura boshchiligida bir odamni uyini talon-taloj qilyapti, o'g'irlab, narsalarimni olib ketib, endi bo'lsa hech qaysi bo'yniga olmayapti. Nahotki shunchalik qabihlikka boryapti bular. Hech qayerga chiqma. Nima uchun chiqmayganman? Halol yo'l bilan men qo'y olganman, echki olganman, gilam olganman men. Bolaginalarim beg'uta ishlayapti, mehnat qilyapti. O'sha mashinani olish uchun qancha azoblar bilan mol boqib sotib oldim. Meni farzandlarimga ham tahdid qilyapti ichki ishlar xodimlari. Yo'lda mashinasida ketsa ushlab olib, har xil gaplar aytyapti. Ishnazarim Muhriddin ushlab milisaxonalargacha ityapti, farzandlarimgacha tahdid qilyapti ichki ishlar xodimi. Hurmatli prezidentim, iltimos yordam bering. Hurmatli bosh prokuratura, yordam bering iltimos. Ichki ishlar vazirligi, inson huquqlari boshqarmasi, bizada Navbahor tuman hokimiyatida ham adolat yo'q. Ichki ishlarida ham umuman adolat yo'q. Prokuraturada ham adolat yo'q. Hamma joyga murojaat qildim, foydasi bo'lmadi. Faqat Navoiy viloyat prokuratura ichki ishlar tomonidan yopilib ketyapti arizalarim. Hokim buvaga murojaat qildim. Sen ko'p gapirayotgansan, gaplari ham bor, zapislari ham bor, u kishini hammasi. Iltimos, sizlardan yordam so'rab qoluvchi 2-guruh nogironi Qurbonova Yulduzman. Rahmat, sog' bo'lingizlar.